Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Agar mana shu videoni sabr bilan, diqqat bilan oxirigacha ko'ra olsangiz, siz sabrli va yaxshilikka intilib turgan odam ekansiz. Bu yaxshi gaplarni qadrlaydigan odam ekansiz. Hech qaysi erkak otasi haqida noto'g'ri gaplarni ko'tara olmaydi. Garchi otasi noto'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa ham, kimdir kelib, "Sani otang belabis, yolg'on gapiradi, odamlarning haqqini yegan" desa, urushadi u bilan. "Sen nima meni otam unaqa deyapsan? Meni otam yaxshi odam" deydi. Ha? Ko'ryapsiz, bu erkak kishining tabiatida bor narsada. Biz o'g'illarimizni real haqiqiy shunaqangi odam qilib tarbiyalashligimiz kerak va o'shanaqangi yaxshi odam bo'lishligimiz kerak biz o'zimiz. Tushunyapsizlar? O'g'il farzand katta qilyapmiz. Mana shuni yoshligidan, "O'g'lim, men sizni yuz-yuzmanman. Men halol boqyapman sizni. Atrofimdagilarda oldida hurmatim yaxshi ushlab kelyapman. Belabizlik qilmayapman. Imkon qadar gapirgan gapim ustidan chiqishlikka harakat bor jon jahdim bilan harakat qilaman. Siz ham shunaqangi bo'ling. 5 minutda boryapman dedingizmi, harakat qiling 5 minutda kelishlikka o'sha aytgan joyingizga. Ana u 1 soatda ham kelmaydiganlardan bo'lmang. Unda belabiz bo'lib qolasiz. Siz belabizlik qilsangiz, men belabiz bo'lib qolaman. Chunki ot o'rnini to'y bosadi o'g'lim. Siz aql bilan ish qiling. Ichgan o'sha napitkangizni idishini xohlagan joyingizga tashlab ketmang o'g'lim. O'sha musor yashikka olib borib tashlang. Men shunaqangi tarbiyali odamni o'g'limanman deb o'zingizda ma'ni ko'rsating. deb tarbiyalab borilsa, o'sha hayotda qanaqadir sho'xlik qilib noto'g'ri ishlarni qilish joyi kelganda o'zini to'xtatadi. "Yo'q" deydi, "To'xta" deydi. "Mani otam unaqangi belabiz, birovni haqqini yeydigan odam bo'lmagan. Men bu ishni qilishim kerak emas. Men to'g'ri odam bo'lishligim kerak. Chunki men to'g'ri odamning farzandiman" deb turib o'zini o'zi tarbiya qiladi va jamiyat yaxshilanib boradi. Tushunyapsizlar? Hozir odat bo'lib qoldi juda ham ko'pchilikda. 5 minutda kelaman deydi, 1 soatda ham kelmaydi. Uni odamlar ham normal qabul qilyapti-da. Ilgari bunaqa bo'lmagan. 5 minutda kelaman deb kelmasa, so'rab olingan. "Nimaga sen 5 minutda kelaman deb kelmading? Aqling yetgan narsani gapirsang bo'lmaydimi? Sen kim o'g'lisan?" deyilgan. "Falonchini o'g'liman" desa, agar dadasi o'shanaqa belabiz bo'lsa, "Sen ham dadangning o'zi bo'lsan, dadang ham belabiz edi" deydi. Agar uni teskarisi bo'lsa-chi, o'rtoqlari darrov uni o'g'lini ham tarbiyalaydi. "Sani dadang labzli odam bo'lgan, unaqangi qilmagan, ikkinchi qaytarmagan bunaqa ishingni. 5 minutda kelishga aqling yetmasa, 5 minutda kelaman demagan. Tushundingmi? Sani dadang bir so'zli odam bo'lgan. Sen ham dadangning o'g'lisan sen. Qayta bunaqangi ishingni qilmagin" deb turib, joyda tarbiyalaydi o'shalarni. Hozir odamlar beparvo bo'lib qoldi bu narsalarga. Balki juda ham ko'pchilik shu narsada o'zida shakllanib qolgandir, gapirgan gapiga javob bera olmaydigan bo'lib qolgandir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. O'g'il farzandlarni haqiqiy mard, to'g'ri gapiradigan yigit qilib tarbiyalaylik, jamiyat yaxshilanib boraveradi. Erkatoy qizlarimiz, Xudo xolasa, muslima yaxshi qizlar bo'lib katta bo'lishadi. Erkatoy qizlarga gap tekkizmanglar. Asosiy jamiyat shakllantiradigan mard saviyasi yuqori, labzi bor erkaklar birinchi ustunda turadi. Sog' bo'lasizlar.